Hozirgi tug'iladigan chaqaloqlarning 3tadan bittasi allergik kasalliklarga moyil bo'lib tug'ilmoqda. 25 yildan keyin 2ta tug'ilgan chaqaloqdan bittasi allergik kasallik bilan tug'ilar ekan. Bu jahon statistikasi ma'lumotlari. Sizning ham farzandingizda har oy teri toshmalari, burun bitishi, aksirish, yo'tal takrorlanib turibdimi? Unda farzandingiz shu 3ta boladan bittasi bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha kuzating va video oxirida kerakli, foydali bonus ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Men Tilay va Hurriyat Ravshanovna 10 yillik tajribaga ega allergolog, immunolog vrachman. Haqiqatan ham hozirgi kunda ish faoliyatimda, praktikamda ham, statistika ma'lumotlariga ko'ra ham allergik kasalliklarga chalinayotgan bolajonlar juda ham ko'payib ketmoqda. Bu sabablarning eng kattasi noto'g'ri, ya'ni неправильное питание, oziq-ovqatlar bilan allergen konservantlarni organizmga ko'p miqdorda kirishi, ya'ni o'sha bola embrional davrda ona qorindalik davridayoq ximikat mahsulotlar bilan ona oziqlanadi va bu mahsulotlar bola organizmini allergiyaga sezuvchan qilib qo'yadi. Ikkinchisi, ko'p miqdorda dori-darmonlar iste'moli. Bu ham bola organizmi sezuvchanligini oshirib yuboradi. Uchinchi eng katta sababi bola tug'ilgandan keyin sog'lom ekologiya, havo muhitini quruqlashib ketganligi, ayniqsa bizning mentalitetimizda. Bu ham bolani adaptatsiya davrlarini, moslashish davrlarini qiyinlashtiradi va allergiyaga moyil qilib qo'yadi. Bolalarni allergiyaga moyilligini qayerdan bilsak bo'ladi? Men hozir eng muhim belgilarini aytib o'taman. Qarang, farzandingiz yangi tug'ilgan chaqaloq oyisi emizikli davrida ko'proq shirinlik yeb qo'ydi yoki ko'proq tuxum iste'mol qildi yoki qo'y go'shti iste'mol qildi. Bolada esa unga srazu bildirib terisida qizil toshmalar, bolada bezovtalik paydo bo'lishni boshladi. Demak, bu bolada pishavoy allergiyaga, ya'ni oziq-ovqat allergiyasiga moyillik bor. Yoki siz smes berib katta qilyapsiz, smesini o'zgartirganingizda bolada toshmalar toshishni boshladi. Yoki pampersni almashtirganda kontakt dermatit, ya'ni oyoqlarida, yonbosh sohalarida qizarish paydo bo'ldi. Bu ham bolani allergiyaga moyilligi borligidan darakchi belgisi. Bunday belgilar bor farzand bilan nima qilishimiz kerak? Qanday yo'l tutishimiz kerak? Bu bronxit yoki astma degani yoki allergik dermatit degani emas. Bunday holatlarda biz farzandimizni allergolog mutaxassis ko'rigiga olib borishimiz va mutaxassis bilan birgalikda maxsus allergik testlar bor, qonda allergik reaksiyalarni aniqlaydigan analizlar bor. Shularni qilib ko'rib, haqiqatan ham bolada allergiyaga moyillik bormi, allergik reaksiyalar, eznofillar balandmi aniqlashimiz kerak. Agarda baland chiqadigan bo'lsa, bu farzand bilan oldini olish, profilaktika ishlarini olib borishimiz kerak. O'shanda 3-4 yoshga to'lganida allergik kasalliklar rivojlanib ketmaydi va bola sog'lom hayotga o'tishi mumkin. Allergiyaga moyillik yoki sog'lom holatga o'tadi yoki allergik kasallikka aylanadi. Demak, bu bizga bog'liq ekan, ya'ni onajonlarga bog'liq ekan. Farzandingizda shunday belgilarni sezsangiz, aslo bee'tibor bo'lmang. Chunki allergik kasallikka aylangandan keyin allergik kasallikni davolash oson bo'lmaydi. Bilasizlar, qayta takrorlanadigan, surunkali kechadigan kasalliklar hisoblanadi. Hattoki umrini oxirigacha allergik kasallik bilan kurashib yurishiga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshisi bu oldini olish. Farzandida allergik kasalliklari bor ota-onalarga 3 ta oldini olish uchun eng samarali ma'lumotlar. Birinchisi, agarda siz quruq sharoitda, quruq klimatda yashasangiz, albatta uyingizni havosi nam bo'lishiga e'tibor bering. Buning uchun havo namlantiruvchi apparatlardan foydalanishingiz mumkin. Farzandingizda allergik yo'tal, burun bitishlar bo'lib turibdimi? Demak, sizni uydagi eng katta dushmaningiz bu uy changi. Har kuni uy changini tozalab turish yodingizdan ko'tarilmasin. Uchinchisi, farzandingizda allergiyaga moyillik sezdingizmi? Unga yoshligidan tez hazm bo'luvchi uglevodlarni, shirinliklarni, oq undan bo'lgan mahsulotlarni bermaslikka harakat qiling. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa,
Like bosing, o'z yaqinlaringizga ulashing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz bundan keyin ham foydali ma'lumotlarni siz bilan ulashib boramiz.